Bismillahirrohmanirrohim. Robbimiz Alloh taologa beadad hamdu sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudur salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda inson salomatligi uchun juda muhim, jismoniy va ruhiy foydalarga boy bo'lgan mavzu ro'za tutishning inson organizmiga ta'siri haqida batafsil gaplashamiz. Do'stlar, ro'za bu faqatgina diniy ibodat emas. Bu organizmni dam oldirish, hujayralarni yangilash, ichki a'zolarni tozalash, ruhni poklash, irodani mustahkamlashdir. Bugungi tibbiyot ham ro'zaning foydalarini ilmiy asosda isbotlab bermoqda. Shu sabab videoni oxirigacha diqqat bilan tinglashingizni tavsiya beraman. Do'stlar, bugungi videomizda ro'zaning tibbiy jihatlari haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Do'stlar, birinchi navbatda biz ro'zaning mohiyatini bilib olishimiz kerak. Ro'za bu ma'lum vaqt mobaynida ovqatdan, suvdan, zararli odatlardan, nafs xohishlardan tiyilishdir. Organizm uchun esa ro'za dam olish rejimi, tozalanish mexanizmi, ichki balansni tiklash vositasidir. Oddiy qilib aytganda, inson har kuni ovqat bilan organizmni charchatadi. Ro'za esa tanani remont rejimiga o'tkazadi. Tibbiy jihatini aytadigan bo'lsak. Do'stlar, mana ro'zaning foydali jihatlari bor. Birinchisi bu hazm tizimiga foydasi. Demak, ro'zaning eng katta foydasi bu do'stlar, oshqozonni dam oldiradi. Odatda mana ro'za tutmagan paytimizda oshqozonimiz 24 soat mobaynida ishlab turar edi. Ro'za paytida esa u dam olib, oshqozonda yengil yallig'lanish kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, yallig'lanishdan xalos etadi, kislotalilikni me'yorini tiklaydi, gastrit yoki mana shunday yengil kechuvchi holatlar bo'lsa, mana shuni kamaytiradi. Bundan tashqari do'stlar, mana oshqozon ichak sistemasidan mana ichaklarga to'xtalib o'tamiz. Demak, ichaklar tozalanadi. Ro'za vaqti ichak devorlari tiklanadi. Qabziyat kamayadi. Ichaklarda bo'lgan inson organizmiga foydali ta'sir ko'rsatayotgan mikroflora, bakteriyalar yaxshilanadi. Bundan tashqari do'stlar, jigar va o't qopi uchun ham foydali hisoblanadi. Demak, jigar organizmning asosiy filtr organi hisoblanadi. Ro'za paytida jigarga tushadigan yuk kamayadi. Toksinlarning chiqarilishi ko'payadi. Yog'li jigar kasalliklari xavfi kamayadi. O't quyuqlashishi kamayib, o't suyuqlashadi, o't dimlanishi kamayadi. Va bundan tashqari o't toshlari xavfi pasayadi. Xolesistit alomatlari yengillashadi. Alkogol va zararli moddalar ta'siri esa kamayadi. Do'stlar, mana ro'zaning yurak-qon tomir sistemasiga ham foydali ta'sirlari mavjud. Demak, birinchi navbatda qon bosimi pasayadi. Demak, ro'za vaqtida qon tomirlari kengayadi. Gipertoniya kasalligi bo'ladigan bo'lsa, yengil kechayotganlari bo'lsa, o'sha yengillashadi. Yurakka yukni kamaytiradi. Va bundan tashqari xolesterin kamayadi. Yomon xolesterin pasayib, arterioskleroz degan kasallikni xavfini kamaytiradi. Infarkt va insulit mana shu ro'za tutayotgan insonlarda kam uchraydi. Va eng asosiysi, mana yurak qon tomir dedik-ku, mana shu ro'za tutayotgan insonni qoni tozalanadi. Qon aylanishi yaxshilanadi, kislorod tashilishi yaxshilanib, inson organizmida yaxshi aylanadi. Bundan tashqari mana shu ro'za tutayotgan insonlarni vazni me'yorga keladi. Yog'lar yo'qiladi, semirish sekinlashadi, qomati yaxshilanadi. Organizm energiyani do'stlar yog'dan mana shunday holatda ola boshlaydi. Bu holat ketoz deb atalib, juda ham foydali ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari immunitet va qarish jarayoniga ham ta'sir etadi. Demak, mana shu ro'za paytida hujayralar yangilanadi. Ro'za vaqtida eski hujayralar yo'q qilinadi, yangi hujayralar hosil bo'la boshlab, qarish sekinlashadi. Immunitet esa kuchayadi. Shamollash kamayadi, yallig'lanishlar pasayadi. Organizm kasallikka chidamli bo'ladi. Va bundan tashqari ro'zaning ruhiy va asab tizimiga ta'siri mavjud. Demak, asablar tinchlanadi, stress kamayadi, depressiya alomatlari yengillashadi, uyqu ham yaxshilanadi, iroda va sabr oshadi. Do'stlar, mana shu ro'za paytida shaytonlar kishandmand bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, mana shunday paytda sizda iroda va sabr oshadi.
Bundan tashqari, ro'za insonni o'zini nazorat qilishga, sabr-toqatga, ichki xotirjamlikka o'rgatadi. Tushundingiz-a? Endi do'stlar, mana shu ro'za tutishda kimlar ehtiyot bo'lishi kerak degan bir savolga ham to'xtalib o'taylik. Demak, og'ir qandli diabeti bor insonlar ro'za tutishda, ya'ni ehtiyot bo'lishi kerak. Shifokor bilan maslahatlashib, o'zingizni holatingizda, tutish, kerakligini, doktor tavsiya etgan bo'lsa, tutishingiz lozim. Va bundan tashqari homilador ayollar va oshqozon yarasi avj olgan, teshilish holatida, bo'layotgan insonlar, demak, ro'za tutishda doktor tavsiyasi sizga juda ham, muhim hisoblanadi. Tushundingiz-a? Bunday holatda siz ro'za tutab, og'ir holatda bo'lsangiz, masalan, yoki boshqa koma holatlarda deydi, endi shok holatlarda bo'ladigan bo'lsangiz, do'stlar, shifokor sizga maslahati, nazorati kerak. Agarda sizda holatingiz yaxshi, stabil bo'ladigan bo'lsa, doktor sizga tavsiya etgan bo'lsa, bemalol tutishingiz mumkin. Agarda sizni holatingizda, masalan uchun, kapelnitsa dori vositalarini qabul qiladigan bo'lsangiz, doimo qabul qilib yuradigan bo'lsangiz, demak sizda bu ro'za tutish og'ir holatingizda tavsiya etilmaydi. Tushundingiz-a? Va buni keyinchalik o'sha ro'za tutmaganingizni diniy jihatini domlalardan so'rab, buning o'rniga qanday, nima qilish kerakligini bilib olasiz. Tushundingiz-a? Xulosa qilib aytganda do'stlar, ro'za tana uchun shifo, ruh uchun orom, aql uchun poklik, hayot uchun barakadir. Ro'za nafaqat ibodat, balki tabiiy davolash, usuli hamdir. Agar siz salomatlikni istasangiz, ovqatni kamaytiring, tanani dam oldiring, ro'za tuting. Shunday qilib do'stlar, ro'zaning foydali jihatlari, organizmga ta'siri haqidagi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.